Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Matajan, Yangiyo'l tumanidanman. Yine 2023-yildan bana şu Ibn Sina hijamada davolanib, Allohga shukr. Berimiz yine acayip. Shundan bana o'quv darisiz, pur hijama, zulük, shunalar bilan davolanib, yine geldik. Hozir ikkinchidan olib chiqdik. İkinci kurs kecheniyani. Hozir acayip, Xudoga shukr, o'zgarish juda zo'r. Qarang Atajon, siz vida hijama, massaj, zulük qo'ydirgansiz, qo'l bilan massaj, davolovchi massaj olgansiz, olovli banka olgansiz, manual terapiya olgansiz, hem bugun yana olovli massaj ham qilindi sizni. O'zingizdan nechik o'zgarishlar tasavvurlab bering. Men hozir birinchi berib ketgandan keyin уже azonda o'zim turib, karavotdan turib, o'zim yurib yuribman-ku, Xudoga shukr, shunda eng katta o'zgarish shu menda. Turib yurib bo'lmaydi, bir zamon o'tirib, angilib, oyoq qo'llarni o'qalab, keyin turib ketdik. Hozir Allohga shukr, o'zim turib, o'zim. Hozir shu massajlar tukamiz, qo'llarda ko'rinaysan, uxlab qoldik shu massajlar. Yaxshi. Yengil. Sog' bo'ling, shifo bo'lsin. Rahmat. Yaxshi bo'ladi. Endi hamyurtlarimiz ham tavsiya etasizmi? Albatta. Ben barmağına yerim kalmadı. Samarkand, Toshkentgacha borib gelip şu 20 yoshda shurga kelgandan keyin bir o'g'ildan olganim yo'q. Shurga kelaman, hijama, ixlos etib. Necha oy yaxshi yurisiz? Ben bir yıl şu kelaman, davomli o'zim musofirchiman, shu Rossiyaga ketdim. 9 oy, 1 yil yurman. 9 oy, 1 yil hazırda yurman. Shu 1 yildan hozir 1,5 yilda geldim. Endi chempionlar ishlaring, yurmay zo'rdan geldim. İkincide vurun, Xudoga shukr, acayip. Maşallah. Bir oturup turup bering kan? Oturup turup ne yok. Maşallah. Şifa olsun. Maşallah. Maşallah. Hiç ne yok. Oturganlar. Maşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Farzandlar vaqti kamolini ko'rib yuring.